Hamma blogerlar maqtab chiqyapti deb Lyuboy brendni olib ketavermanglar qizlar. Sostavlarni ozgina o'rganinglar. Sizlarga bu o'zi bashi to'g'ri keladimi, yo'qmi? Bunaqa quruq yuzlarga bunaqa gelni ishlatib yotmanglar qizlar. Bu yog'li mana bunaqa akni bilinchiklar uchun. Sizlarga mana bunisi to'g'ri keladi. Yuvingandan keyin mana bu hammaga kerak. Okay? Qurib, turishib yurmanglar. Mana buni ночной kremni ertalab surib yurmanglar. Shuni ham tushuntirish kerakmi sizlarga? Og'ir bu. Восстанавливать qiladi. Kunduzi. Mana buni ishlating. Namlantiradi, yengil turadi. Makiyajinglar tegida ham baza bo'lib turadi. Ertalab bilan kechqurun farqiga borasizlar-yu. Yog'li bilinchiklar, kraterli bilinchiklar mana buni ishlatinglar. Ajinlarga esa buni ishlatinglar. Terini yangilaydi. Yana serumlarni 2,5 marta ishlatib, ishlamadi-yu deb yurmanglar. Serumlarni ishlashi uchun kamida 2 oy bo'lishi kerak. Va eng asosiy narsa, xudo necha marta aytaysiz-sizlarga. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, Человек-паукмisiz, Единорогмisiz, Ozodbek Nazarbekmisiz, SPF ishlatish shart va zarur. Hech qanaqa bahonalaringlar o'tmaydi. Bu super yengil, oqartirmaydi, makiyajingiz tegidan ham chiroyli baza bo'lib turadi. Har kun ertalab ishlatamiz. Tamom. Sifatli kosmetika ishlatib, oy po'pi bo'lib yuringlar. Jonibek aka yurmanglar.